bizda shariat bo'lganda hech qachon ayollarga behurmatli bo'lgan emas. Shariatimiz o'zida ayollarga talab kuchli, ularning haqqi bor, huquqi bor. Shariy huquqi bor. Shariatni ham to'g'ri qabul qilish, o'zini filtrlab Agarda hamma gap shundaki, agar siz shariatda o'qib chiqadigan bo'lsangiz, qonun qoidalarini, asl mohiyatini, ayol kishilarning shunaqa o'ta himoyasi bor. Xotin kishi eridan mana biz shu narsani shayx mani qo'shnilarim bo'lgan, juda ko'p narsalarni mana vallahi qalam ular borlarida ko'p narsa mana eshitib olingan. Ayol kishini shunaqa nimalari ko'p dedilar. Xotin deydilar, tug'ib deyapti, bola erkakniki deyapti. Emizmayman desa, tuqqan bolasini bo'ldi, erkak kishi. Hammasiga aybdor erkak kishi. Shunaqa. Bizda qanaqa mas'uliyati yo'q. Даже xotin bola erkakniki, xotinniki emas.